Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugungi sana 2026-yilning 11-fevral sanasida video qilyapmiz. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bugun chiqaradigan videomiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan 1,5 kvadrat, Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan 4 kvadrat Kaliforniya qizilyo'ng'ir cho'lchanglariga zakaz olgandik. Dehqon fermer akalarimizdan, ya'ni ko'rib turibsiz 3 ta, 6 ta, 8 tasi 4 kvadrat, ya'ni 2 ta banan korobkasi 1 kvadrat hisobida. Yana 3 tasi 1 2 3 tasi 1,5 kvadrat hisobida. Xudo xohlasa dehqon fermer akalarimizga cho'lchanglarni zichlash usulidan foydalangan holatida xudo xohlasa yetkazib berish ishlarini amalga oshiramiz. Hozir siz aka-ukalarimizga sotuvdagi cho'lchanglarimiz holatini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bioreaktor o'tgan videolarni kuzatgan bo'lsangiz, mana shu 8 ta bioreaktorda cho'lchanglar sotuvini amalga oshiryapmiz, ya'ni inkubatsion joyimizdan. Hozir cho'lchanglarni beradigan joyimizni siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatamiz. Mana bu joyimizdan o'tgan kuni Surxondaryo viloyati Qamqo'rg'on tumaniga berdik. Shu joydan davom ettirib boramiz cho'lchanglarni olishni. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana oddiy molni ko'ngida mana shunday granola qilib tashlagan cho'lchanglarimiz. Tagida mana ko'rinayotgan bo'lsa, yangi ochib chiqqan cho'lchanglar ham bor. Cho'lchanglarimizni sotuvdagi holatini siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatamiz. Och holatdagi cho'lchanglar ko'rinayotgan bo'lsa, tagiga tushib ketibdi. Havo harorati sal yaxtayroq, shamol esib turibdi. Cho'lchanglar holatini ko'rib turibsiz. Barchasi och holatdagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari. Bu joyimizdan chiqsa bir 2 kvadrat chiqishi mumkin. Qolganiga esa mana bu joyimizdan ham yaqinda berdik. Uzun tumaniga davomiyligida mana bu joyimizdan ham berib boshlaymiz. Mana joyimizdagi cho'lchanglar ko'rib turibsiz, juda yaxshi holatda. Zichligi juda a'lo darajada. Zichligini ko'rdingiz. Baribir boya ko'rib turgan zichlik holatida, shu holatida boradi. Naryoqdan olganimizda ham sal zichlik kam bo'lsa ham zichlashtirish usulidan foydalangan holatda beramiz deganimiz. Bir qator banan korobkalarni yaxshilab yarmigacha bir to'ldirib olamiz. Cho'lchang pastiga tushgandan keyin, ya'ni mana shuncha to'ldirgandan keyin pastiga tushgandan keyin cho'lchanglar ustini olib tashlaymizda, yana boyagi holat yashagandan keyin shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimizga juda zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari yetib boradi, xudo xohlasa. Kecha yaxshigina yomg'ir yog'ib o'tdi, o'shaning uchun tagiga bir qator poddon to'shadik. Banan korobkalarimiz nam bo'lib qolishini oldini olish uchun. Ayrim holatlarda yomg'ir yoqqandan keyin yon atroflariga cho'lchanglar chiqishi ko'plab kuzatilardi. Bizda unday holati yo'q. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bir qator biror dona Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglar chiqmagan. Bunga sabab shu videolarimizni bir qator kuzatib borsangiz, avvalgilarni ham, undan keyingilarni ham
shu haqida ham bir qator videolar qilib o'tganmiz. Videoning davomiyligida akalarimizni chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Akamiz chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyi. Bugungi holati juda yaxshi holatdagi go'ng. Keyingi holatida o'rtasini ikki tarafga yoramizda chuvalchanglar tashlaymiz. Hozir. Keyingi holatda chuvalchanglarni yoyib chiqyapmiz. Chiqayotgan chuvalchanglarimiz shunday yoyilayotgandagi. Tagigacha bir xil, usti tagi bir xil. Mana shunday. Zich holatda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar. Shu holatda. Keyingi holatda chuvalchanglar tashladik. 4 kvadrat chuvalchang tashladik shu joyga 8 ta banan korobka hisobida. Endi ustiga somonlar yopatdi, bir qator yaxshilab suv bersa, ishlari a'lo darajada bo'ladi. Shu holatda. Keyingi jarayonda G'uzor tumanidagi 1,5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari zakaz qilgan akamiz uyiga yetib keldik. Hol joy tayyor holatda emas ekan. O'shaning uchun shu banan korobkalarni akamizga tashlab ketamiz. Xudo xohlasa akamiz joyini tayyorlagandan keyin chuvalchanglarni bir qator qanday tashlashini akamizga tushuntirib ketamiz. Ya'ni o'rgatib ketamiz. Shunga qarab chuvalchanglarni bioreaktorlarga joylashtiradi. Shu o'rinda chuvalchanglarimizni o'zingiz ko'rib turibsiz, qanday zich holatda kelgan, tagi usti bir xil holatidagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Mana zichligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Ikkinchi kelgan holat. Tagi usti bir xil. Aka mana. Tagi usti bir xil.